Assalamu alaykum. Qanday yaxshi mulla salomat qolsin inshaalloh. Men bugun Ramazonlik et degan zo'liqdan keyin ya zo'liqni yeydigan bir tamoqlar bilan suhbat qilmoqchi. Bizning uyda vatandagi vaqtda Ramazonda cho'qim qiladi. Buning o'zini xalqan quruq meva ishlasanglar bo'ldi. Men yong'oq, üzüm qildim, quruq üzüm. Oldi bilan men quruq üzümni bir qachiqqa quyib, buni qaynoq suda bir 5-10 minut turg'izib yemishtib olaman. Ko'rganinglarda qaynoq suv. Buni men hozir ozroq qildim. Inshaalloh Ramazonga yana qayta qilaman. Üzümimiz yumshoq tutsin. Biz bu yanqimizni ezib olaylik. Mana bu holatda bo'ldi. Endi buni biz aynan bir quruq kelgan qachimizga to'kib olamiz. Ko'rganinglardek to'kib oldim. Buni qilib bo'ldik. Endi üzümimizni süzaylik. Üzümimiz yumshaydi, chunki qaynoq suvda bo'lganlik uchun asallab yumshaydi. Buni qo'yib üzümimizni süzüp aldık. Endi bu süzüp algan üzümimizni biz ezib olaylik. Mana ko'rganinglardek mushalar gul qandaklan bo'ldi. Agar sizlar xohlasanglar, xormini ishlasanglar bo'ladi. Xormin foydaliq. Bilasizlar mana. Endi buni bayam qarlashimizning ustiga to'kimiz, yanqimizning ustiga. Men bugun yong'oq bilan üzüm dilam qildim. Sizlar badam, yong'oq, üzüm, xurmo qaysini xohlasanglar shuni qilsanglar bo'laveradi. Endi tamamen o'zingizlarning tanlashiga bog'liq. Mana bu sharoit qilib oldim. Mana ko'rdinglar. Endi bunga men yarım choy istakani hasilim bor. Hasal qilaman. Mana baysalimizni qo'ydik. Endi bularni roasterda bir xamir holatda yo'g'iramiz. Mana aralashib, mana yong'oqlar chaplashqudek qilib. Mana ko'ringlar, shuni chaplashyapti. Mana. Puruqim shunchalik mizlik. Ramazonda cho'qim qilinglar, chunki et degan zo'da bir tarafni yeb qo'ysanglar, ham qo'sqinlarni ochirmaydi. Ham bolalarga normalda bersanglar, bolalarga bek foydali. Mana quvvatlaydi. Mana bu holatda bir qo'lga chaplashqudek bir xamir bo'ldi. Mana. Endi biz buni o'zimiz istadigan shaklda yumaloq qilamiz. Bunday qilsak. Şu şekilde bir qachiqni tizib, to'nglatqini sovuq saqlaydigan bo'limiga saqlanglar. Men shu yerda qilaman dedim, muzaydigan bo'limiga saqlashning hojati yo'q. Chunki hasalma qatorda emasmi? Mana shunchalikdan uzdim.
Özüňlarning çoň kiçiklik özüňlarga baglyk. Şu halatda kılsaňlar boludy. Mana. Men bu halatda normal dep bildim özümge nisbetten. Anda sizler kiçik kılamsızlar, çoň kılamsızlar tamamen özüňlarning ihtiýaryga baglyk. Şu halatda yumlaq kılıp alsaňlar boludy. Hemen bu halatda tizip toňatgynyň soğuk saklaýdygan bölüminde saklap alsaňlar boludy. Asanlam boludy hesel bolgandykken üzüm o izildemes. Men şonuň üçin bek asan boludy. Mana bu halatda tizip alsaňlar boludy hemmeni. Mana sizlerge bu halatda men sokmaklarımı tayarladım. Bunu bir insanın soğuk saklaýdygan ýerde soğutup ýa-ki bolmasa toňlarda gaýarlyp haltyga elebilip keyin akşamy iptardan keyin elebitip zodi ýeseňler boludy. Şu halatda ýa-ki bolmasa päst goýup goýsaňlar boludy. Bu halatda boldy sokmaklarymyz.